Nima? Yoz oylarida kadastrlar shakllantiriladi? Dekabrda deyilgandi-yu, muddatidan oldinmi? Ha, to'g'ri eshitdingiz. Urug'zor rezident turar joy majmuasidagi xonadonlarning 1/4 qismining kadastrlari yoz oylarida shakllantirilishi rejalashtirilyapti. Kompaniyamiz tomonidan taqdim etilgan ko'plab imkoniyatlardan mijozlarimiz unumli foydalanib, o'zlari xohlagan xonadonlarni xarid qilishmoqda. 85% ta'mirlangan xonadonlarni sotuvga chiqarganimizdan so'ng sotuv yanada jadallashdi va xonadonlar soni kundan kunga kamayib bormoqda. Siz hali ham xonadon xarid qilishga ikkilanyapsizmi? Shoshiling, xonadonlar soni kundan kunga kamaymoqda. Kompaniyamizda ro'y berayotgan yangiliklardan eng birinchi bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, bizning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga obuna bo'lib kuzatib boring. Batafsil ma'lumot uchun ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling.